Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda Makkaga borsa nima bo'ladi? Tushda Makkaga borishni ko'rish odatda yaxshi alomat deb talqin qilinadi. Islomiy tush ta'birlarida bu quyidagilarni anglatishi mumkin. Allohga yaqinlashish va iymonning mustahkamlanishi. Yaxshi xabar yoki orzularning ushalishi. Gunohlardan tavba qilish va hayotda ijobiy o'zgarishlar. Ba'zan imkon bo'lsa kelajakda haj yoki umra qilish nasib etishiga ishora sifatida ham talqin qilinadi. Shuni ham yodda tutish kerakki, tushlarning aniq ma'nosini hech kim qat'iy bila olmaydi. Tushlar ba'zan insonning o'y-fikrlari yoki istaklarining ham aksidir. Ko'pchilik ulamolar ta'biriga ko'ra, Makkani yoki Ka'bani tushda ko'rish eng yaxshi tushlardan biri hisoblanadi. Allohning rahmati va barakasiga ishora, duolarning qabul bo'lishidan umid, tavba va yaxshilik sari intilish, qalb xotirjamligi, ba'zan esa haj yoki umra nasib etishiga ishora sifatida talqin qilinadi. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har qanday inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'lishni, layk bosishni esdan chiqarmang.